O'tgan oyda G'o'ljida kon ostida qolganlarning kimligini aniqlash jarayonida mazkur yezdagi ko'mir konda ishlamchilik qilayotgan Xolida ismli bir ayolning yaqinda turmada o'lganligi oshkorlandi. Ma'lum bo'lishicha, yo'ldoshi xeyli burunli tugab ketgan va ikki bolaning onasi bo'lgan Xolidam Qurbon mazkur konda ko'mir terib tirikchilik qilib kelgan. O 2018-yil kuzda ikki bolasi bilan birlikda konning xoli bir joyda namoz o'qiyotganda ko'mirkon amonlik xodimlari tomonidan bayqalib soqchixonaga ma'lum qilingan. O 18 yillik qamoqqa hukm qilingan bo'lib, shakar kasali og'irlashib o'tgan yili 11-oyda qazo qilgan. Amerika Tashqi ishlar ministri Antony Blinkenning Xitoy ziyarati yiqilishayotgan bir paytda ko'plagan tashkilotlar uni Xitoydagi inson haqlari masalasiga ko'ngil bo'lishga chaqirdi. Amerika Tashqi ishlar ministri Antony Blinken kelar oyning 5-ida Beijingga ziyoratga boradigan bo'lib, Tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi Ned Price 24-yanvar Twitter hisobida Blinkenning chet eldagi ko'plagan tashkilotlar bilan ko'rishib, Sharq Turkiston, Tibet, Hong Kong va Xitoyning boshqa joylaridagi inson haqlari dafsandichiliklari haqida fikr almashtirganligini bildirgan. Angliyada Xitoyning oila elektr saymanlariga o'rnashtirilgan mikro o'zaklar orqali sonliq ma'lumotlarni to'plaganligi o'tirg'a qo'yildi. Angliyada yangidan e'lon qilingan dokladda Xitoyning oila elektr saymanlariga qo'yilgan mikro o'zaklar orqali sonliq ma'lumotlarni to'play oladiganligi to'g'risida uchurlar o'tirg'a chiqqan bo'lib, buningga asosan Xitoy to'nglatqu yoki boshqa aqliy iqtidorli oila elektr saymanlari orqali Angliyaga josuslik qilishi mumkin ekan. Shvetsiyadagi Qur'on ko'ydirish voqeasidan keyin Turkiya bilan Shvetsiyaning munosabati yiriklashishga boshladi. NATOga a'zo bo'lish yo'lida Turkiya bilan muzokaralar davomlashayotgan Finlandiya bo'lsa, Turkiya qo'ygan qurol embargosini bekor qildi. Ma'lum bo'lishicha, Finlandiya 2019-yildan boshlab Turkiyaga qurol yaraq embargosi qo'ygan. Finlandiya Davlat mudofaa ministrligi tunugun Turkiyaga harbiy ashyo eksportini cheklaydigan qarorni amaldan qoldirdi. Yevropa kishilik huquq sudi 2014-yili Malayziyaga Osiyoga tava bir aeroplanning Ukrainada tushib ketishi va shu yili Ukrainaning sharqida yuz bergan voqealar sababli Gollandiya va Ukrainaning Rossiyaga qarshi sungan arzini qisman qabul qilgan. Egilinishcha 2014-yili Gollandiyadan Malayziyaga uchayotgan bu yo'lovchilar aeroplani Ukrainaning sharqidagi to'qinish yuz berayotgan rayonda tushib ketgan. Gollandiya va Ukraina bu aeroplan voqeasi va Rossiyaning Ukrainadagi jinoiy qilmishlari haqida da'vo ochgan. Ozarbayjon va Turkmaniston vakillari Kaspiy dengizining chegara masalasi haqida yig'in o'tkazdi. Xabar qilinishicha, Kaspiy dengizi tegining Ozarbayjon bilan Turkmaniston orasida ayrilishga doir birlashma xizmat guruhining yig'ini 24 va 25 yanvar kunlari Ashxobodda o'tkazilgan.